Assalomu alaykum. Hayotga uylarimizni birgalikda tozalashda davom etamiz. Bugun buzilmas panelarimni yaxshilab tozalaymiz birgalikda. Shunaqa qilib hamma oyoq kiyim turadigan korobkalarni bo'shatib, boshqatdan yaxshilab artib joylab qo'ydim. Keyin oynalarni artishga tushdim. Birinchi bo'lib setkalarni yaxshilab ko'pirtirib yuvib, keyin oynalarni yaxshilab artib oldim. Keyin shunaqa parfyumeriyalar turadigan joylarni ham yaxshilab boshqatdan olib, joylab, bittalab artib joyladik. Keyin men pilisos qildim. Jiyanim hamma yoqni pollarni artib chiqdilar. Bu уже после holat, hamma yoqni tozaladik. Zallarimni ham hamma yoqni, oynalarni artib joylab tozalab oldik. Oxirida shunaqa hammomimni ham yaxshilab tozalab oldim. Setkali yuvilgandan keyin juda ham hammom kirib bo'lib ketuvdi. Yaxshilab o'tda ham tozalab oldim. Keyin gilamlarni solib ishimni tugatdim.